Tarozga o'zgina bor. Bo'lmadi. Laykni bosinglar. Barakasini bersin ro'za kuni. Rossiyada ko'p turgan valla bo'lsa bitta laykni bosinglar. Mehnat qilyapti. Akalarning barakasini bersin bo'ladi. Ha. Bosinglar gazini. Biz dehqon faqat, biz dehqon. Biz dehqonlar. Ne bor aka? Qancha? 23.200 bo'ldi. Ahmadjon Ha, mana shu bolaga bitta laykni bosib, dash videoni davom etamiz. Assalomu alaykum, xush omaded ba kanali Bozor va biznes. Imroz mo qaror dorim noxiya vitamin DX farmoqurg'on narxi navoiy Golgus Pandora birorim. Like bondana podpiska kardana faromush nakuned. Bugun farmoqurg'on qishlog'idan shanba kuni mol bozorlarini, mol qo'ylarni narx-navolarni sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Like bosib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Yo'l do'stlaringga videorolikni ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani bo'lmasam boshladik. Ana homogen savdo shidestak. Sadka muazzor so'm savdo qilishdi. Dodaga nesda. 100 kam 9 so'mga mana shu homogenni savdo qilishyapti. Berishgani. 100 kam 9 ming. Mana 9 ming so'mga savdo bo'ldi. Shu homogen. Sразу 9 ming so'mga savdo bo'ldi. Qana men homogen savdo shiday. 8700 so'mga savdo qildim. Dodaga nesda. 8700 so'mga mana shu homogen berishmoqda. Mana shu afrodi homogenchasi. 8700. Mana men qacha savdo shidesda. 10800 so'mga Nabudesda 10800 so'mga mana shu navozchani berishgani yo'q. Mana bu yerda mana savdo qilishyapti. 10800 so'm. Mana bu yerda mana savdo qilishyapti. Qancha bo'lyapti? 10500 mi? 10500. Mana. Men bu qacha savdo shidesda. 10500 so'mga mana savdo qilyapti. 10500 so'mga savdo qilishyapti. Berishgani yo'q. 10500. Mana 10500 so'm. O'tgan safar qaytgan navozchi. Mana bu Bodakan navozchasi edi. O'tgan safar ham savdo qilishgan, o'tgan hafta berishgan yo'q. Hozir yana savdo qilishyapti. 10500 qilyapti, berishgan yo'q. Mana bu yerda ona savdo qilyapti. Mana men bu 3000 savdo shidesda Bodakan esda mana. Mana bu yerda mana savdo qilyapti. 3000 so'm. 23 ming so'mga savdo qilishyapti, berishgani yo'q. Mana shu navozda sanatida juda kam navoz ekan. 23 ming so'mga. Like bondana podpiska kardana faromush nakuned. Mana men buqa 20000 so'moni va savdo shidesda dodagini. 20 ming so'mga savdo qilishyapti, berishgani yo'q. Taroziga 51 dan so'rayapti. Sotadigan odamga bo'lsa meni bu qo'yib beramaysiz. Taroziga Bo'lmasam 51 dan 500 so'mga taroziga. Asqa 51 dan top toza. Bobur aka, so'radim shu pursumni. Atqa. Ha. Xeyli narxina bor. Bosib ketadi. Mana shu bolaga bitta like bosasida. Boshlaymiz. Mana men
sigir savdo qilishda. Yozda azor somon savdo qilishda. Dodaga nestaning sigiri. 11 ming somon savdo qilishyapti. Bu sigirni berishgani yo'q. 11 ming somon. Yozda azor somon. Mana, menja savdo qilyapti. Mana savdo qilyapti. Menja. Mana savdo qilishyapti bu yerda. Mana shu sigirni. Mana nima sigirlar? 14800 so'mga savdo qildik. Odaga nesta. Sotilmadimi? Erkin akamni sigir ekan, Erkin akam 84-yil Erkin akam. Mana nima sigir? Bachash, qocha, sarkan, hafta azor somon savdo qilishda, dodaga nesta. 100 kam 7 ming somonga savdo qilishyapti. Mana shu sigirni balasini avozcha berishgani yo'q. Dilka kamni avoz. Dilka kam mana shu 100 kam 7 mingga berishgani yo'q. Mana shu balasini avozcha. Bu qocha savdo qilib 9000 so'mga savdo qildik. Dodaga nesta. 9000 so'mga mana shu navochani savdo qilishdi, berishgani yo'q. 9000 so'm. Mana bolodan savdo qilishdi. Tepada mana savdo ketyapti, tepada. Dilka ham savdo qilishyapti, tepaga chiqib olib savdoni bosyapti. Mana Dilka ham mana shu yana bola bor. O'tgan savdoda savdo. Balasini olchi. Savdomo. O'tgan savdo. Havda zo'r pasasi va nima savdo. Bacha. Mana nima sigir savdo shu. Savdo qadagi Habba azoru 300 so'mni savdo qildik. Dodaga nesta. 17300 so'mga mana shu sigirni savdo qilishdi, berishgani yo'q. To'lavordi. Sigir ekan 7300. Mana buqa savdo qildik. 300 so'm savdo qildik. Dodaga nesta. 23 ming so'm savdo qilishdi. Mana shu buqani berishgani yo'q. 23 ming so'm. Lobiyda navosi 23 ming so'm savdo qilishdi. Savdo qilishdi. Shomba azori 800 so'mga navadesta. 16800 so'mga savdo qilishyapti. Mana shu navosni berishgan. 16800. Mana bu yerda mana savdo qilishyapti. Qahar tog'a doktor. Mana shuni 16800 so'mga savdo qilyapti. Men buqa 16000 so'm qadesday. Dodaga nestaymi buqalar. Shopir tomonidan navochasi 16000 so'm deyapti. Berishgani yo'q. 16000 so'm. Mana shu navochchi. Примерно 1,5 yasharli navoch. Ha. Ana shu sigir 12000 so'mga sotilibdi. 12000 so'm. O'za so'mga savdo. Mana shu 12000 so'm. Savdo.
Mana 14 so'mga savdo qilishyapti. Berishgan. Qachon berasiz? Mana 14 so'm. 14300 so'm. Qo'shing. 1800 so'mni mana. Gaza yordam qilishdi. Ha, ham bo'lmaydi. Sigara. Soli yaxshi. 100 so'z javob, ha? Shu odam sonni oldimi? Bor baraka yo'q. Yo'q. Ha. Mana men xushxo'r. Yer pemi bilan 4.5 ga tushgan. 100 so'm qo'ying, Mana bu yer pem berib, aka so'zni o'tirib. Ey, toza 4.5. 4500 so'mga savdo qilyapti mana shu. Xushxo'rda. Berishgani yo'q. Bloger. 4500. Hozir bu yem o'zi 4.350 ga olib beradi. 4.5 qilyapman men. 100 so'm qo'ying, 4.600 ga bersa mana berdi. So'zlarimga bo'lsa, mana bir battasini ishlab qo'ydi. Qo'shing, ha. Meni hali Mana men xushxo'r. 3000. 3500 so'mni qo'shqacha. 3500 so'mdan deyapti mana Xomut akani xushxo'rlaridan. 3500 so'm. Shunday narx-navo qilishyapti 3500. Mana qara qo'shqorda narx qilyapti. Mana shu Umid aka mana shu qo'shqarda olib chiqibdi ekan mana. Yomon. Qara yomon sevdi. Mana shu bola taniydigan bolalar bormi? Bitta like bosinglar. Har kasalliklar ko'rib turgan bo'lsa mana shu bolani. qancha bo'ladi yani? Umid aka qancha bu? 7 deyapti. 7 mi? Bu zotli ekan-da. Zotli qo'yagan-da o'zingiz. Boshqacha. Mana shu bolaga bitta like bosib qo'yinglar. Har kasallar ko'rganlar bo'lsa bir kommentariyaga o'zlaringiz bir fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Mana shu bolani. O'zi qo'y biznesi bilan boshlabdi mana shu bola o'zi. Ana. Men qo'shqora bitta har dusha 7700 so'mning savdo qiladiga dodaga nesta. 7700 so'mning har dusha xarid narx qiladiga bitta qo'shqora. Har dush yaxshira. Savdo qiladiga. Ikkita mash qo'shqor 5300 so'mdan qaytdi. 5800 so'mning yordamdan qo'shqor. 5300 so'm. Ikkita qo'shqorcha. Mana bu savdo ishlasida 4800 so'mga. Sigir. 14800 so'mga ko'tarildi mana sigir. Erkin akamni dadalar sotyapti. 14800 so'm. Mana bu akamni navoschasi 11400 ga ko'tarildi. Hali ham berishgan yo'q. 11400. 11400 so'mni biromatami? O'ylam dodaga ne? 11400 so'm. Siz qiling hamma jim turaymi o'zi. Ha, qarang. Azing gapir. Mash gapiraversin. Hali ham turibdi-da, qancha bo'lyapti bu? Ha? magazinchi bilasan-da, 23200 qo'shilibdi mashina olsa. Hali ham savdo bo'lyapti. Barakam. Bozorda mol qolmayapti, arzon savdo bo'lyapti mana. Men o'zim taroziga yelim. Bor. Taroziga o'zim. Mana shu bola O'zgina bor. Bo'lmadi. Laykni bosinglar. Barakasini bersin ro'za kuni. Ha, Rossiyada ko'p turgan bolalar bo'lsa bitta like bosinglar. Mehnat qilyapti. Akalar barakasini bersa bo'ladi. Ha. Bosinglar gazir. Biz
Biz dehqon faqat, biz dehqon. Ha. Biz Bor. dehqon. Muhriddin. Ha. Biz dehqonlar. Muhriddin, bor baraka. Qancha? 23200 bo'ldi. Ahmadjon Mana mana shu bolaga bitta like bosib, dash videoni davom etamiz. Mana savdo ketyapti mana bu yerda, mana tamom. 11,5 ga berishgani yo'q. Naq pul bo'ladi. 11,750 qilaveradi. Mana 11,750 qilsangiz mana berishadi mana. Mana savdo ketyapti mana bu yerda, mana hozir. 11,750 ga savdo bo'ldi mana shu. Navos. Kichkina navosi 1 yoshlardan o'tgan navos. 11,750 ga savdo bo'ldi. Baraka, vale. Mana barakasi bo'ldi. Bitta like bosib qo'yinglar shu o'g'laga ham. Rasuli ko'rib turgan bolalar bo'lsa bitta like bosinglar. Like ham oling bor ham taqvo. Mana bunojin maydara. 6000 so'm savdo qildik. Xudoga nechta mana. 6000 so'mga mana shu bunojin. Mana shu ikkita kim ekan mana ikkita, bir xil ikkitalar. Berishgan yo'q. Mana bu yerda ekstra sotadi. Bunojinchasi ekan. Имрӯзанги видеороликмо нохи спетамин дихе фармонқурғон шуд. Лайк мондана подписка кардана фаромӯш накунед. Мол бозори фармонқурғон. Бугунги видеороликмез спетамин нохи аст фармонқурғон хушоводан bo'ldi. Лайк босib подпискани bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozor va biznes kanalidan uzoqlashmanglar. Rastlayli yurgan odamlar bo'lsa bitta like bosib kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.